Assalomu alaykum barchalaringizga. Bu to'liq video emas, to'liq videomizni keyingi kunlarda ishlab bir a'lo darajada yakunlab tarixiy bu videorolik tayyorlayapmiz qonun haqida. Bu to'liq video emas. Agar kimdir qayerdadir e'tirozi bo'ladigan bo'lsa yoki taklifi bo'ladigan bo'lsa, o'zimni lichkamga yozadi. Kechagi open budjetda xizmat qilgan yigitlar, xizmat qilgan xalqimiz, xizmat qilgan akalarimiz, do'stlarimiz, ukalarimiz barchalaringizga katta rahmat aytib qolaman. Qonunning obod bo'lishida katta hissa qo'shganlarga alohida tashakkur. Mana shunday birikkaladigan bo'lsa, kelajakda sizni, meni yoki ukalarimizni ham farzandlari kelajakda bizdan g'ururlanib yuradi. Qonunni qayerdadir yo'l qo'yganimiz yoki qonun qishlog'ining birikkanini ko'rsatish tarix uchun juda ham qiziq deb o'ylayman. Bundan keyingi videoni ko'rarsak, xudo xohlasa juda ham original bo'ladi. Bu videomiz sizlarga maslahat sifatida tashlanyapti. Ham agar boshqa biron bir joyga chiqib ketmasligini so'rab qolardik. Sababi kimdir norozi bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bir nima deydi? Videoni qayerdadir o'ziga yoqmagan bo'lishi mumkin. O'shalarni hisobga olib turib, chiroyli qilib 100 yildan keyin ham 200 yildan keyin ham o'sha qonli qishlog'ida qanday birikishi yoki boshqa yoshlarga kelajak avlodga o'rnak bo'lish maqsadida chiroyli rolik tayyorlayapmiz. Kimda qanday video bo'lsa, iltimos barchalaringizni so'rab qolardik, bizga tashlab yuboringizlar. Biz tarixga kirgizish maqsadida qilinayotgan video. E'tiborsiz bo'lmaysizlar. Har birimizning imzomiz, har birimizning yuzimiz, har birimizning so'zimiz kelajak avlod uchun qoladi bu. Haydi, o'yna! Aha! Olayırsana videoga. Ya getek. Çıkar verme. Tamam oğlum. Hani ertege Xudo xolasa var. Endi olanlar Taşar düştü. va'da qilgan narsalar bor. Bitta o'tirish. Ertan Xudo xolasa bugun birinchi bahorda nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilarni shoshamiz. 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertan hammasini tashkillashtiramiz. Hozir kech bo'ldi. Dam olib bitta o'yin qilib olasizlar. Gapiradiganimiz yerlarga bitta gapiring. Yerlarga Avvalambor assalomu alaykum sizlarga. Boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilaman men sizlarga. Sababi bitta. Orqamizdan miyig'ida kulganlar haddim ko'pincha shular ko'rsin ularni tashlanglar hammasiga. Rahmat aka. O'zlari uyalib turibdi o'zlari. Allohim degan ekanmiz, Xudo deganimiz bor ekan, yutdik buni. Uyaltirman agar yutqizib qo'yganda bulardan gapdan chiqmay, to'y marakaga chiqolmay, gapdan asta qolardi. Bosh ko'taramay qolardi, bosh ko'taramay sizamizda. Xizmatlari buni shu. Shuni bilib qo'yinglar. Olaymi videoga? Yana bir tashlab chiqar berdim. Yana men aytishlar ham ziyodlar ko'ring. Buni ertaga Xudo xolasa borku, endi olamlar va'da qilgan narsalar bor. Ertaga Xudo xolasa bugun birinchi bahorda nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilarni shoshamiz. 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertan hammasini tashkillashtiramiz. Hozir kech bo'ldi. Dam olib bitta o'yin qilib olasizlar. Gapiradiganimiz yerlarga bitta gapiring. Yerlarga Avvalambor yigitlar assalomu qo'yinglar. Olaymi videoga? Ya getek. Yana bir
Hani ertaga Xudo xolasa bordi. Endi olanglar. Tashar 3 ta. Va'da qilgan narsalar bor. Bitta o'tirish. Ertaga Xudo xolasa bugun birinchi bahorda nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilarni shoshamiz. 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertaga hammasini tashkillashtiramiz. Hozir kech bo'ldi. Dam olib bitta o'yin qilib gapiradiganimiz ziyodlarga bir gapiring. Sherlar aka. Avvalambor yigitlar, assalomu alaykum sizlarga. Boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilaman men sizlarga. Sababi bitta. Rahmat. Miyig'ida kulganlar haddim ko'pin shular ko'rsin ular shuni tashlanglar hammasiga. Rahmat aka. O'zlari uyalib turibdi o'zlari. Allohim degan akamiz, Xudo deganimiz bor ekan, yutdik buni. Uyaltirman agar yutqizib qo'yganda bular bilan gapdan chiqmay, to'y marakaga chiqolmay, gapdan asta qolardi. Bosh ko'tarolmay qolardi, bosh ko'taramaydi sizamizda. Xizmatlari bunisi. Siz bilib qo'yinglar. Olayotgan videoga. Yana bir Yana men aytishlardan ziyodlar Hani ertaga Xudo xolasa bordi. Endi olanglar. Va'da qilgan narsalar bor. Ertaga Xudo xolasa bugun birinchi bahorda nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilarni shoshamiz. 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertaga hammasini tashkillashtiramiz. Hozir kech bo'ldi. Dam olib bitta o'yin qilsa gapiradiganimiz ziyodlarga bir gapiring. Sherlar aka. Avvalambor yigitlar, assalomu Esimiz borsa aloqaga chiqaverasiz bizga. Jarayonda deyaptimi? Bu jarayonda deyapti-da. Xo'p, rahmat akajon. Zo'r ishlar ekan. Yegana bo'lsa bo'ldi. Bolalar, ovoz ishlayapti. Ovoz to'xtatmasa olaveringlar. To'xtab qolmanglar. Furqat bo'ldi, agar gazini bosinglar. Hali xursandchilikqa berilishga vaqt yetdi. Qachon yutganimizga xursandchilik qilinglar. To'xtamanglar bolalar, olaveringlar. Vaziyatga qarab. 2 soat qoldi. 2 soat to'xtamanglar. Narxga talashmay, ma'qulni ko'rib bosaveringlar. Davay, olg'a.
Hamma o'zaro bo'layapti. Rahmat aytaysiz. Bitta ovoz 30 ming so'm marhamat deng, sunnat. Boramaganlar bo'lsa ham, videoda bo'lsa ham dalda berib turinglar. Umuman qishloq aralashinglar sal. Qo'shtirnoq ichidagilar, umuman kelmaganlar. Nima unaqasizlar, bu aralashib turish kerak. Men abitanga xudo xolasa qo'shilaman, sunnat. Kechagina yoramiz. Bolalar bu yerni bosa beringlar. Xudo xolasa 34 million pul bor, yana 2000 dollar ustiga qo'shildi. Portlatib kelinglar kerak. Hamma narsa sizlardan men hammasi yig'ilib jo'natayapmiz. Orqaga qaramanglar endi, bosinglar. Kechgacha bugun qilay, xudo xolasa ertadan bayramdan boshlab jersak bo'laveradi. Xudo xolasa boshlangizlar, bosingizlar hammangiz. Mana xalq shu yerda barimiz o'rta ko'chadamiz. Sizlarga tilovdosh, yelkadosh, to'y bosingizlar. Puldan g'am yemangsizlar. Mana hozir qorong'ida ham akalarning jonaman bo'lsa, mana Sherxonlarga kelib Yelning xizmatida yuribmiz mana. 6 tama, 7 tama ovoz olib Yo'g'a ovoz beryapmiz mana 20 ta. Sanjar uryapti sirlar. O'z qayerga ovoz beryapsiz? Hali ish ko'pda. Endi qishloqning oshag'oli bir qishloq bitta ko'chaga kirib qilinadigan ishlarni har bitta uyga aytib chiqishni qishloqda umuman 2 hafta vaqt kerak. Ha, ko'chaning bitta javobgar odami bo'ladigan bo'lsa, oshag'ol o'sha kishiga aytsa, ko'chada kamchiliklarni bu aytib chiqadi hammaga. Oson bo'ladi u. Mana malakalar borda, atrofda qishloqlarda lozimatlar bo'lib qoladi. Qishloqda, ko'chalarda odamlar eshitmaydi. Ba'zi qarindoshlarim ta'ziyasida qolib ketaydi. Chunki ko'chada xabar qiladigan odam yo'q. Hali ham Telegram degan narsalarni chiqib qoldi. Shunga qarab endi bilib qolaydi. Undan tashqari ko'chada ikkita qo'shni o'rtasida oldi berdi. Va kelishmovchiliklar bo'ladi. Vazifalar qilmaslik kerak. Assalomu alaykum. Itam yo'qda, itam yo'q, hech kim yo'q. Va keng sizlar, nima bu ahvol? 7:16 bo'ldi. Yoshi katta ota-onalarimizning nomiga sim karta olinmagan. Olingan bo'lsa ham kuyib ketgan bo'lsa, ishlatilmagan bo'lsa kuyib ketgan bo'ldi, ishlamaydi. Ana shunaqa pasportlarni yig'insizlar, iltimos ertadan e'lon qilasizlar. Erta sim karta olamiz, sim kartasini sizga beramiz yana qaytarib. Sim karta turibdi, mana qarang. Bizni Qanglida bitta ikkitasidan pasportiga sim karta olganmiz-ku. Buni o'tkazganmiz, bu turibdi. Buni tashab ketamiz. Har bitta uyga. Men kistamda turibdi, ertaga men mahallada bo'laman, shu yerda. Ku uymo'yi kirib chiqamiz. Pasportini tayyorlab tursa, nomeriga sim karta olamiz degan, shu yerda ovozni o'tkazib, ichida puli ham bo'ladi, tashab ketamiz o'zlaringizga. Ishlataverasizlar. Bizga faqat pasportdan yordam qilasizlar. Pasportdan. Juda ko'pchilikda bor mahallamizda pasport. Nechiga kirgan bolalar nima odam bo'lsa ham olinmagan bo'lsa bo'ldi. Ma'lumot bering sizlar shu haqida. Meni lichkamga tashab qo'ying sizlar. Ertadan o'zim kirib chiqaman uyga. Keyin ovoz berilmaganlar bo'lsa, uzoqda tanishlari bo'lsa, iltimos sizlardan bitta ikkita ovozdan yordam qilasizlar. Bitta ikkita ovozdan. Bor endi pul hamma narsa hozircha yetarli bo'lib turibdi, baribir ham kerak bo'ladi shu narsa. Shuning uchun oxiriga tayyorgarlik ko'rib qo'yaylik. Yordam qilasizlar qishloq uchun. Qishloq uchun, mahalla uchun. Rahmat. Yoshi katta ota-onalarimizning nomiga sim karta olinmagan. Olingan bo'lsa ham kuyib ketgan bo'lsa, ishlatilmagan bo'lsa kuyib ketgan bo'ldi, ishlamaydi. Ana shunaqa pasportlarni yig'insizlar, iltimos ertadan e'lon qilasizlar.
Erta kirib sim karta chiqamiz. olamiz, sim kartasini sizga beramiz yana qaytarib. Sim karta turibdi, mana qarang. Bizni Qanglida bitta ikkitasidan pasportiga sim karta olganmiz-ku. Buni o'tkazganmiz, bu turibdi. Buni tashab ketamiz. Har bitta uyga. Men kistamda turibdi, ertaga men mahallada bo'laman, shu yerda. Ku uymo'yi kirib chiqamiz. Pasportini tayyorlab tursa, nomeriga sim karta olamiz degan, shu yerda ovozni o'tkazib, ichida puli ham bo'ladi, tashab ketamiz o'zlaringizga. Ishlataverasizlar. Bizga faqat pasportdan yordam qilasizlar. Pasportdan. Juda ko'pchilikda bor mahallamizda pasport. Nechiga kirgan bolalar nima odam bo'lsa ham olinmagan bo'lsa bo'ldi. Ma'lumot beringsizlar shu haqida ketdi bozorga voy. 72-yil tug'ilganlar 4 million 200 ming olib kelib berdi. 70-yil tug'ilganlar 1 million 200 ming olib kelib berdi. 64-yil pensionerlar 1 million 700 ming olib kelib berdi. Pensiyasini olib turdik deb. 84-yil tug'ilganlar 1,5 million olib kelib berdi. Yana beramiz dedi. 85-yil tug'ilganlar 400 ming olib kelib berdi. Xolmurodov Shuhrat akaning o'g'li 200 ming berib 92-yillar 600 ming berib berdi. Mahalladan Turg'un akaning o'g'li Sarvar degan bola boya bozorda 500 ming tashab ketdi. Ko'rib, shu qishloqning bolasi ekan. Sarvar. O'rgzor ko'chadan Shuhrat aka Koreyaga borib kelgan Shuhrat aka 500 ming berdi. Bektemir aka 500 ming berdi. To'xtatdan. Ketdi. Shermat Baxtiyor aka 200 ming berdi. Ahmedov Sulton akam yana 500 ming berib ketdi. El qatori bergan ular. Qorayev Akbar aka rais $100 berdi. El qatori ham bergan, jo'ralarga ham bergan. Qarshiyev Jobbor bova 100 ming berib berdi. Ular Sorbozorda turadi, u ham 200 ming berib bergan. Zakir 82-yil. Sorbozorda tursa ham qishloqqa yordam debdi-da. Ko'lya kecha 500 ming berdi, bugun ham 500 ming berdi. Royanning bolasi. Royanning bolasi. O'zmakchi. Ahmedov Zapar 200 ming berdi. Melsa Asit akam qo'shnisi. Ne'mat Rashidov bovam 100 ming berdi. Bahodir bovam 50 ming berdi. Xolmatov Olim akam 200 ming berdi. Shavkat Doktor aka 200 ming berdi. Yordam qildi, ehson qildi. Alloh rozi bo'lsin shu. Amin. Barakasini bersin amin. Alloh. Abraka ko'payishib berdilar, sizlarga Xudo quvvat bersin. O'zanchi kerak bizga qarashamiz deb o'yladim. Sizlar bu yoqda aylan o'rlashib berganlar, bular nima deydi? So'zni o'tkazolmaydi. Bitta odam gapirsin, bo'lmaydi bo'lsa bo'lmaydi, bo'ladi bo'lsa bo'ladi, to'xta deyish kerak, ham indamay turish kerak. Aylan kerak emas bizga. Sen ham suratga tushib qo'y. Qo'ling ko'tar. Erta g'ollarga chiqadiganlar, sizlardan iltimosim, daftarga 40 ming so'mni ursangiz ham 1 soatdan keyin shunga o'ynaymizmi? Ha? Bazaga Mana Sarvar aka bozorning egasidan ketib qoldi o'zi. Nech pul keldi? Nech pul? 500 ming keldi mana. Rahmat katta aka. Sarvar akadan. 5 million pul keldi Sarvar akamizdan. Gap yo'q mana. Safari bexatar bo'lsin. Ilohim Alloh taolo bularga ilohiy quvvat ato qilsin. Hamisha sog' salomat eson-omon borib kelib, mana shu ishlarni bitirib, yaxshi o'tirib bir hangama qilamiz. Ana shu yerda ham Xudo xolasa sizlarning nomlaringga, ota-onalaring nomlariga, hammalarining o'tganlarga duo qilamiz, o'tganlarga, o'sib kelayotganlarga duo qilamiz. Allohim boshlaring omon bo'lsin, bag'rlaring butun bo'lsin. Amin Alloh. Hammaga rahmat. kun qoldi, vallahi. Ertalab markaga bormishlar. Hisoblashib olman. Ola iftorma videoga. Ko'rib janlar. Chiqarib beringlar. Aytingizlar qancha yerlar ko'rib. Mana ertaga Xudo xolasa borku, damni olanglar. Va'da qilgan narsalar bor, bitta o'tirish. Ertaga Xudo xolasa birinchi bahorda nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilanish yosharish 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertan hammasini tashkillashtiramiz. Hozir kech bo'ldi. Dam olib bitta o'yin qo'yasizlar. Gapiradiganimiz yerlarga bir gapiring. Yerlarga kelsiz deb. Olamlar yigitlar, assalomu alaykum sizlarga. Boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilaman men sizlarga. Sababi bitta.
orqamizdan kuzatgan, miyig'ida kulganlar haddim ko'pincha shular ko'rsinlar, shuni tashlanglar hammasiga. Rahmat. Bugun G'alaba bayrami, ertaga Navro'z bayrami. Shu bayramlarni yaxshi o'tkazsak, buni yuqorida rais bo'lib aytib o'tdi, va'da berganlar bor. Sizlar nima desalaring shu. Ovchachaqa va shunday ovchachaqa qilib beramiz. Kunduz qilsak bo'lmaydi-ku, nima deysizlar sizlar? Ovzacharga. Ovchachaqa kelishdik, ovchachaqa ham Onadan tashlaymiz, bo'lmasa hammamiz bir-birimizga xabardormiz, qayerda adresini aytib, ana shu yerga jam yig'ilib, haqiqiy bayramni o'tkazamiz. Sizlar tabriklayman. Gap yo'q. Bu yutuqlardan barisi reisning obro'yi bu. Obro'yi. Qishloqning obro'yi, elning obro'yi. Reis hammasi tan beradi, vallahi. Yigitlar, hammalarga rahmat. Mana shu Qonli mahallasiga sizlar Navro'z bayramiga eng katta qadrga qilasiz. Hamma xonadon tinch bo'lsin, obodon bo'lsin, Jashinib tinchlik bo'lsin. Yo'q odamlar kelibdi. Hammani to'ylarga xizmat qilaylik. Shunday bo'lsin. Birga, bundan keyin birga. Nima deysan? Yana oldimizda Rahmat. Yo'lda tugagandan keyin aprel oyida boshlarida Xudo xolasa Navro'z bayramini ham tashkillashtirib o'tkazib beramiz. Ularga sizlar bilan birgalikda albatta keyingi yanagi o'yinlarimizda ham yana birgalashib yutib olib, hamisha qishlog'imizning obro'yini birgalikda ko'tarib, el xalqqa ko'rsatib, hamma omadimiz bersin. Hamjihat bo'laylik. Bo'linglar. Hamisha omad. Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamda har dam. Salomatligi bor, oqibatda oxiri tagidam odam. Xotirjam o'zbegim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mana O'zbegim, millatim, mana g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoroda Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, yana bu makka zindon dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyat. Bizimizga kelishga kir. Obutga chaqir bor. Obutga kirgis. Kir degani kir. Böyle da hizmet kattı mı? Sen hemen. Ay hemen oldu. Çekide bolları çağıramıyoruz ki beni. Yok bolma. Bekle bola. Öyle başladı. Kamca sigaret verdik. Bola var. Maradona. Maradona ne yaptı? Maradona.
Lekinchi o'ya birinchi o'rinda o'tardi. Aka sizga rahmat katta. Ana bir kishi shunday bo'ladi. Akbar, chiroyli jallaka ko'milib gapni ertaga tashlab. Aynalar qursak, bir aynalar. Sen gapirib, keyin aylanamiz. Hammamiz moshinada aylanamiz. Ну, поджорам гелем. Nimaga tarixni muhrlayapman-da? Iya. Tarixni muhrlayapmiz. Qonun tarixini. Bo'lsa qo'y blokni qo'yib olinglar, shu yerda ham kolonka bormi? Bor. Olib kelib qo'yib olinglar. Ag'lombachi sovqatdingizmi? Tarixni muhrlayapmiz, tarixni yangilayapmiz, tarixni muhrlanadi. Bomba hammasi bo'lib, qo'shaymiz hammamiz. Hamma yetdi. Shuni tarixni yangilayapmiz. Rahmat. Aytaman dedi. Aka bismillah. Boshqacha bo'ldi. Gap yo'q. Ajrini bersin Alloh. Aka, tabrik qilaman. 3 kun ulardan zo'r bo'ldi. Tarixga muhrlab qo'yaman sizni. Gap yo'q. Allohdan hammasi. Tarixga Mana sen gereksen sana ben gerek. Oyna, tuş. Okay. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and low, and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Akbar kemana? Bore. Dostlar, ilerini kabul yaptık. Farz kabul yok mu? Kabul yok. Top qo'ying. Sen oqsoqolib o'zing ol, boshqasi kirmasin. Sen nima qilading? Bo'ldi, kirib bo'ldi, bo'laman. Bo'ldi. Tarixga muhrlab qo'yaysizlarmi? Rahmat. Qolasizlar bir umrga. Musa akamga ham bitta. Sizga top qo'yamiz. Marhamat. Said aka ko'rmasa, Said aka. Yo'q, sotaman. Said aka nomerlik. Aka kimniki? Voy. Aka. Faqat hamma shuncha qoch. Qoch. Bundan buyog'ida.
Davetliyiz. O'zimizda ham hammamiz. Aka, tabriklaymiz. Bizniki. Zakir aka, birodan tabriklayman. To'g'rimiz, siyosatimiz. Siyat biro. Ko'rsagina o'zimiz ochib turardi. Salmas kerak, bo'lsa bizda bo'lardi. Cho'tka bo'ldi. Yasir, sen молодец. Ancha oson. 7 tadan bittasi burishida. 7 tadan. Ana da haldeydi. Onasida yurgan bittasini. Turibdi, men ko'rdim. Men ayni adirni kontrol qildim. Qilmaganda. Yana qilish kerak-da. Yetin deb, mehnat qilma, bolalarni bor ishlab turish kerak-da. U yoqqa bu yoqqa yo'nalib tursa ishlayveradi. Boshqa bo'lish kerak. Ha. Mana kerak. Sarkaz boshqaradi-ku. Boshqarib turish kerak, o'zi ketaveradi, davom etaveradi. Hamma qiladi. Qara lekin, Ashraka haqiqatda futbolist bo'lgansiz? Qo'lni qaranglar sizga, qara. Ashir. Bekor qaytardingiz-da Dastur aka. O'tkazib bermaysiz. Tepchi. Qara, yosh bo'ldi. Meni to'g'ri ko'rsatding. Ko'rdikmi? Akbar akam bitta tepsinchi, Akbar akamga ber. Rais bo bitta. Bitta 9 ga qo'yib ber, 9 ga qo'yib ber, 9 ga 9. 9 ga qo'yib ber, 9 ga. 9 ga qo'yib beringlar. Rais bo. Ha, rais bo. Bitta 9 ga qo'ydi, 9 ga. 9 ga. Ya o'rga tegmadi. Ber.
İyi. Ha? Bunaqa kiringsizlar, bunaqa yo'q. Nerda bunaqa? Wow, bunaqa sabaka. Wow. Abir, bunaqa. Tebrik sözü var ay. Ha, bo'ldi. Men o'zim bilaman. Bosaveringizlar. Oq soqolli ek og'iz gapiradi. Akbar hozir ham kencha telefon qiladi. Şöyle ışık kesin. Allah Razı bazınızı. Hadi. Razı. Mikrofon. Alatay ukalar mehtramda buni. Akalar, ukalar buni shu minnatlarimiz hammasidan samaralari mana shu. Nechta gapirgan odamlar bordi. Yutolmaysan. Avvalo bo'lasan deb turib. Buni yig'ildik. O'g'illarim, buni ukalarim, hammalarim, akalarim birlashdik. Birlashgan o'zlar deb buni shu aytar. Birlashsak buni stadionlarni yutib oldik. Buni kutubxonalar tuzib, qolgan ishlarni hammamiz birgalikda qilamiz. Ishbirlikda deb aytadi, men sizlarga jonim beraman deb va'da berganman. Aytgandan chiqaman. Sizlar ham shunday bir kunga bundan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Qaysini qo'limdan nima yordam kerak bo'lsa kelaverdim, mahalladan kelgancha yordam beraman. Bo'lmasa buni ukalarim ko'p ekan. Shuncha buni ko'rdilarim, pulvorlar chiqarmadi, yo'q joydan chiqdi. Buni ro'za Ramazon kunlari buni Allohim degan ekanmiz, Xudo deganimiz bor ekan, yutdik buni. Uyaltirmay agar yutqizib qo'yganda bilarlar gapdan chiqmay, to'y marakaga chiqolmay, gapdan osta qoladi. Bular hammasi sizlarning xizmatlaring buni shu. Siz bilib qo'yinglar. Ona iftorma videoda yana meni chamuralik. Yana men aytingizlardan yozilib mana ertaga Xudo xolasa borku, damni olanglar. Va'da qilgan narsalar bor, bitta o'tirish. Ertaga Xudo xolasa bugun birinchi bahordan nima Navro'z bayramimiz bo'ladi. Yangilanish yoshas 3 kun prezidentimiz dam olish bergan. Xudo xolasa 3 kun bayram qilamiz. Xudo xolasa ertaga hammasini tashkillashtiramiz. Tashkil bo'ldi. Avvalo bitta o'yin bo'ladi. Gapiramiz, yerda gapiramiz. Kavol seni chiqaramiz. Mana shu bola aytdi. Toshtur.
Nasıl bir gap? Dost çekilyapti bugun. Shohjon. Mana Shoh. Xonning bolasi bu. Tarixga muhrlanding aynan. Shohni, Shohni. Shunday olishib beramiz, kunduz qisat bo'lmaydi, nima deysizlar? Sanaqa nima deysiz? O sanaqa nima deysiz? Olshasharga kelishdik, Olshasharga ham Alodan tashlaymiz, bo'lmasa hammamiz bir-birimizga xabardormiz, qayerda adresini aytib, ana shunga jamiz ham yig'ilib, haqiqiy bayramni o'tkazamiz. Sizlar tabriklayman. Gap yo'q. Reisning obro'yi bu. Qishloqdan obro'yi, yerdan obro'yi. Hammasi tan beradi bolalarga. Yigitlar, hammalarga rahmat. Shu Qonli mahallasiga sizlar Navro'z bayramiga eng katta qadr qildilar. Hamma xonadon tinch bo'lsin. Obodon bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Yo'q odamlar keldi deb. Hammam to'ylarga xizmat qilaylik. Birga, bundan keyin ham birga. Nima deysan? Qo'ydilar o'zi keldi. Ro'zi qani ro'zi? Yana oldimizda ro'za tugagandan keyin aprel oyida boshlarida xudo xolosa Navro'z bayramini ham tashkillashtirib o'tkazib beramiz. Ularga ham sizlar bilan birgalikda albatta keyingi yanagi o'yinlarimizda ham yana birgalashib yutib olib, hamisha qishlog'imizning obro'yini birgalikda ko'tarib, el xalqqa ko'rsatib, hamma omadimizni bersin. Salomat bo'linglar. Hamisha omad. Rahmat. Aziz.
Biz ketdik. Yollardan anonim bir faullardı. Faullar. Oldu. Hammaga bitta rahmat. Yedik taam ko'rmadim. Aman mallakut kaylar. Bo'ldi, 9'ga. 9'ga yig'ilamiz. Bo'ldi, 9'ga shu. Men 9'u kutmasam bozorda bo'laman. Keyin kelaman. Mana shu qolgan pulda mabdi qo'shib beraman. Mana nima dedim men? Sami? Olmay. Qo'l bozoringizni. Ma'qulmi? Ko'pdan qo'yib qochib qutulmaydi. Bo'ldi. Ushlab oldik. Amallar. Ushlaymiz. Xudo xolasa. Shuncha bo'ldimi? Ha, amin. Ayting. Alloh taolo shunchalik berdi, yana bersin. Yurgak yigitlarni Alloh taolo hammasini to'y ma'rakasiga. Buni hammamizning niyatimiz bir bo'lib, ovozimiz bir joydan chiqib, juda katta ishda amalga oshirdik. Bu yoshlarimizning, bizlarning kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizning men ikinci qonunda birinchi marta ko'rib turishim shijoatini. Mana shu shijoatlaring hech qachon pasaymasin. Mana shu qishloq, ikinci qonli qishlog'ining kelajagi sizlar. Hamisha bardavom bo'lib, yaxshi bo'lib, bir-biring bilan silay rahmda bardavom bo'lib, bir-biringni hurmat qilib, mana shunday ulug' ishlarni amalga oshirsa bo'lar ekan. Hali oldimizda juda katta ishlar bor. Ana shu ishlarda Ablajon, shakarsan, shakar. Ya dulce cho.
tabrik, hammaga tabrik. Mana biz bolalar. Tabriklaymiz, Chayonni qishlog'i. Doston aka. Tabriklaymiz, Chayonni. Ola! Tigar aka g'olibmiz. Beramiz pulini aka sizga. Assalomu alaykum guruhlar. Bugun Uchqun mana iftorlik qilib berdi. Ro'zadorlarga, open budjetchilarga somsa qilib berdi. Somsaga rahmat. Somsaga rahmat, Uchqunaga rahmat. Qonli mahalladamiz. Akalar ana voy pul oldik-da. Xotinim ultuvami, qistovami farqi yo'q. Bunchalik kutmagansiz. Sigardagilar ko'rsatamiz hozir. Qirg'izga mi turib qo'ysa shamini. Angliyadan bitta o'yinchi keladi. Ay, zotir ishlayapti. Qanday deb qo'yingizlar? Orqay, qurban yaga, aynaylar. Ya, zo'r. Gazga boshdi. Hormonlar charchamasizlarmi? Aka to'lov karta desangiz karta orqali bo'lmasa naqd bo'ladi. Hozir nomerni aytasiz. And if you start to get me ringing the bell, when it come, I be doing it and doing it well.
Bizlar mana katta ishga qo'l urdik. Mana qo'ldan kelgancha qishlog'imiz ahli, og'aynilar, uzoqdagi qarindoshlar hammalari qo'ldan kelgancha yordam qilib mana pul tashlayapti. Mana Zomindan Dilmurod Mamatqulov degan o'g'limiz ham Alloh taolo yo'liga mana shu bizning qishlog'imizning butunchiligiga 5 million pul tashlabdi. Mana shu Dilmurod Mamatqulov o'g'limizni o'stirgan ota-onasiga ming rahmat. Xalqparvar qilib o'stirgan ekan. Ilohim qo'shqani bilan qo'shqa qarisin. Baxtli, saodatli, uvoli juvoli bo'lib, umid bilan katta qilayotgan farzandlarining kamolini ko'rib yursin. Hamma mana shu yoshlarimizga, o'g'illarimizga, nevaralarimizga Allohimning o'zi ilohiy kuch-quvvat ato qilib, mana ishlarimiz yakuniy arafasida turibdi. Hammalaringiz yuzlaringiz yorug' martabalaringizni ulug' qilsin. Charchamanglar, hech kimdan kam emassizlar. Hamisha mag'rur o'ynab kulib yuringlar. Ishlaringiz omadlaringni bersin. Hamisha o'ynab kulib. Yettinchi o'rnidan 5-chi o'ringa ko'tardi. Chiqinglar odamlar. Xalqim, ikkinchi qonun xalqi chiqinglar hamma. 92 yillar ya 600 ming so'm bergan, 73 yillar 4 million 800 ming so'm bergan. 79 yillar 800 ming bergan. Bo'ldi, Nurol aka. Ashir Pochchaning o'g'li Sardor jiyan bor-ku, 500 ming bergan. İsmet aka Beknazar Qo'rozboyning o'g'li 500 ming bergan. Bahram aka Abduxoliq 700 ming berib ketdi. Ahror aka Rahmonqulov 200 ming berdi. Umid Qo'zmak 3-marta 600 ming berdi. 3-marta oldingisida ham 600 ming berdi, kechanda 500 ming berdi, bunisi 600 ming. Maktab direktori 1 million 300 ming berdi. Yorqulov Rustam bovom 200 ming berdi. Jo'raqul aka ukasi 200 ming berdi. Tajimayev Sunnat aka 300 ming berdi. Arifjanov Asad aka inkasatorda ishlagan 300 ming berdi. Qidir akaning qizi Qoshqovoqqa tushgan 100 ming berdi shu. Shersa aka 1 minut. Xolmatov Orif akam 200 ming berdi yana. Shuhrat aka bizim O'rikdalada turadigan Koreyaga borib kelgan, har kelganda 500 ming olib keladi shu akam. 3-marta berish. Rahmat. Birinchisida 600 ming berdi, kecha 500 ming berdi, bugun yana 500 ming olib keldi. Narzilla aka 100 ming berdi. Ne'mat bobomning o'g'li. Nizom aka deputat 200 ming berdi, oldin ham beruvdi. Shermatov Ziya Rossiyada 200 ming jo'natdi. Rahmat shu onalarga, ehson qilganlarga, duo safarda yurganlarga. To'xtab turing, 88lar 1 million 100 ming so'm yig'ibdi, kartaga tashlayapti. 88lar 1 million 100 ming so'm yig'ib kartaga tashlayapti. Hali kelib tushmaganga yozmadim-da men. Qaroatda o'tirgan hammasi 700 ming 100 ming beraki bo'ldi. Hamma shuni beraki. Men sirach 500 ming tashib ber menga. Sirach. Yana mayli, o mayli rais gapiradi, lekin siz hadingiz 700 ming 300 ming hammani orag'ama beradi bari. Akbar ayt bariga bersin do'y. Shunda 10 million yeyib olamiz. Beringizlar, az borlaringiz bormi? Yo, g'ulom sen ham bugun beraman dedingmi? Berasanmi? Ular bollar ketar ekanda, shunga bugun ketadiganlar bo'lib olganlar-da. Hasan akam 200 ming berdingmi? Hasan akam uni 200 ming berdi mana. Mushu bollar G'ulom 500 ming bersam xizmat qilaydi. Bo'ldi. G'ulomga 500 ming yosh bo'ldi. Sira sen ham 500 ming tashib ber o'g'lim bekka. Mana, ber. Ayt qilikdaydi yana 500 ming bermaydi o'g'lim bek. Motivatsiya deb bu hammam shuni harakat qilyapti, boshqa variant yo'q Ne'mat aka. U aytdim-ku, bu oxirgi kun bugun. Bugundan keyin Jafar aka sen 200 ming tashlang. Foydasi yo'q keyin bor. Ayting, bering. 200 ming bo'ladi. 1 million bering. Nima 200 ming? Mayli be. Bersin. Ber, acha sen ham ber. Qani bekdi, nopa bekdi, nopa. Ber 200 ming tashlang. Ber. 20 yildan beri changaga kelani o'tirib. Turmaymi? Boshqa variant yo'q mana. Borib beraylik. Bak beklaymiz. Yoshlarga ayting, ertaga bo'sh pasportlarni yig'sin. Hamma ko'chadan, mana bugun 10 ko'chadan yig'ilib, ertaga o'zim 2 ta ko'chani yig'aman. Yig'aydi. Bugun bayram bekat qilganday. Bo'sh pasport ko'p. 500 ta pasport bor. Yig'iladimi shu mahallada? 500 ta pasport yig'iladi.
Yaparken bir yerimiz yok değil mi? Aytınız mı? Razı olun. Başlanganlar aytdi. To'g'risida tutish kerak. Nechta bola boryapti, hammasini yonma-yon aytish kerak. Hamma narsa hisob-kitob ustab qo'yish kerak. Sabotoz ayzmaydi. Xudo xolasa bizim qo'limizda yo'q. Olmay turay, olmay turdi. Endi yigitlarga Parvardigor o'z kuch-quvvat bersin. Mana 8-10 kundan beri juda qattiq mehnat qilyapti. Mana 2 kunga endi yaratganiga o'z kuch-quvvat bersin. Endi oldida shu yoshlarimizning yuzi yorug' bo'lsin. Xudo xolasa mana shu 2 kun qattiq mehnat qilib, endi ichida yuzimiz yorug' bo'ladi. Yutib chiqamiz deb ishonamiz. Yoshlarning hammasiga kuch-quvvat bersin yaratganiga. Amin. Allohu akbar. Kesak, pulda 5-chi yerga pulni bermam, dumalaq qo'y yetab keladi. Bo'lmaydi. Bo'ldi, yozib qo'ymay bo'ldi, beradi. Hammasi beradi. Ukalar o'lib qolmaydi 500. Bir soat kutsangiz haqiqatdan banzaga tushsa nomuringiz 40 kun beradi. Bo'ldi 1 soat kutaman. Tasma shu yerda bo'lamiz 1 soat. Ha, al. Ayting. Bu yaram yozyaptimi? Nomerni ayting menga. 99lik 337 11 46. 92-yillar ya 600 ming so'm bergan, 73-yillar 4 million 800 ming so'm bergan. 79-yillar 800 ming bergan. Bo'ldi, Nurol aka. Ashir pochchaning o'g'li Sardor jiyan bor-ku, 500 ming bergan. Ismat aka Beknazar Qo'rozboyning o'g'li 500 ming bergan. Bahram aka Abduxoliq 700 ming berib ketdi. Ahror aka Rahmonqulov 200 ming berdi. Umid Qo'zmak 3-marta 600 ming berdi. 3-marta oldingisida ham 600 ming berdi, kechanda 500 ming berdi, bunisi 600 ming. Maktab direktori 1 million 300 ming berdi. Yorqulov Rustam bobomi 200 ming berdi. Jo'raqul aka ukasi 200 ming berdi. Tajiboyev Sunnat aka 300 ming berdi. Arifjonov Asad aka inkasatorda ishlagan 300 ming berdi. Qidir akaning qizi Qo'shqovloqqa tushgan 100 ming berdi. Shersi aka 1 minut. Xolmatov Orif akam 200 ming berdi yana. Shuhrat aka bizim O'rikdalada turadigan Koreyaga borib kelgan, har kelganda 500 ming olib keladi shu akam. 3-marta berish. Rahmat. Birinchisida 600 ming berdi, kecha 500 ming berdi, bugun yana 500 ming olib keldi. Narzil aka 100 ming berdi. Ne'mat bobomning o'g'li Nizom aka deputat 200 ming berdi, oldin ham beruvdi. Shermatov Ziya Rossiyada 200 ming jo'natibdi. Rahmat shu onalarga, ehson qilganlarga, bu Safarda yurganlarga. To'xtab turing, 88lar 1 million 100 ming so'm yig'ibdi, kartaga tashlaydi. 88lar 1 million 100 ming so'm yig'ib kartaga tashlaydi. Hali kelib tushmaganga yozmadim-da men. Qaroatda o'tirgan hammasi 200 ming beradi bo'ldi. Hamma shuni beradi. Men sirach 500 ming tashib ber menga. Sirach. Yana mayli, bu mayli rais gapiradi, lekin hadi endi 200 ming 300 ming hammani orag'ama beradi bari. Akbar ayt bariga bersin do'y. Sho'da 10 million yig'ib olamiz. Beringizlar, az borlaringiz bormi? Yo, G'ulom sen ham bunga beraman dedingmi? Beraman. Bollar ketar ekanda, Ketadiganlar bo'lib olganlar-da. Hasan akam 200 ming berdingmi? Hasan akam uni 200 ming berdi mana. Musulmonlar G'ulom 500 ming bersam xizmat qilaydi. Bo'ldi. G'ulomga 500 ming yaz bo'ldi. Sira sen ham 500 ming tashib ber Ulumbekka. Mana, ber. Ayt qilikda yana 500 ming bermaydi Ulumbek.
motivatsiya bu hammamiz shunday harakat qilyapmiz, boshqa variant yo'q demak aka. Yo'q, u aytdim-ku, bu oxirgi kun bugun. Bugundan keyin Jafar aka siz 200 ming tashlang. foydasi yo'q keyin. Ayting, bering. 200 ming bo'ladi. 1 million bering. Nima bo'ladi 200 ming? Mayli, bersin. Ber, acha seni ber. Qani bekdim, nopa bekdim, nopa. Ber 200 ming tashlang. Ber. 20 yildan beri changni kelani o'tirib. Durmaymi? Boshqa variant yo'q mana. Borib beraylik. Shularga ayting, ertaga bo'sh pasportlarni yig'sin. Hamma ko'chadan, mana bugun 10 lab ko'chalardan yig'ib, ertaga o'zim 2 ta ko'chani yig'aman. Yig'aydi. Bugun bayram bekati bor ekan. Bo'sh pasport ko'p. 500 ta pasport bor. Yig'iladimi shu mahallada? 500 ta pasport yig'iladi. Jafar aka beramiz mi? Ertaga beraman. Aytingizmi? Yozib qo'ying. Boshlanganlar aytdi, o'shtirib tutish kerak. Nechta bola qarayapti, hammasi lambadan qaytish kerak. Hamma narsa hisob-kitob usta qo'yish kerak. Xudo xolasa bizning qo'limizda yo'q. Olmay turay. Endi yigitlarga Parvardigor o'zi kuch-quvvat bersin. Mana 8-10 kundan beri juda qattiq mehnat qilyapti. Mana 2 kunga endi yaratganiga o'zi kuch-quvvat bersin. Endi oldida shu yoshlarimizning yuzi yorug' bo'lsin. Xudo xolasa mana shu 2 kun qattiq mehnat qilib, endi ichida yuzimiz yorug' bo'ladi. Yutib chiqamiz deb ishonamiz. Yoshlarning hammasiga kuch-quvvat bersin. Amin. Alloh. Tayoq yeyishlar. Kelsan, pulni 5-chi yilda pulni bermam, dumalab qo'yib kerak. Bo'ldi aka. Bo'ldi, yozib qo'yay bo'ldi, beradi. Hammasi beradi. Ukalar o'lib qolmaydi 5 yil. 500 so'm beradimi, 1000 so'm beradimi, shular bersin berayotganini. Mana sizlar yuribsizlar necha kundan beri. Uyda o'tirganlar men yana aytayapti. Shu bugun aytgan odamlar bor. Shunday betim aytayapti. Sizlardan boshqa bizning ishimiz yo'qmi tinchligimiz? Nima qilayapsizlar deb. Men aytdim, pulingni qo'y, ana shu yerga bor, bir ko'r, nima tinchlik bo'layotganini. Menga kelib hozir ko'rdi. Birov 1 million beradi, birov 1 million 800 beradi, birov 1000 so'm beradi. Shunday turib chiqib ketayotganda meni chaqirib, "Zelajon, uzr, biz bunchalik ekanligini tushunmabmiz" dedi. Qo'limizdan kelsa yana beramiz dedi. Shuning uchun bu yerdagi yo'qlar odamlarga tushuntirish kerak, ilojining boricha. Og'aylar, to'g'ri tushuninglar. Shu odamlar shutib yugurib yuribdi. 10 kundan beri hamma ishni yig'ishib tashlagan hammasi. Ko'pi bilan mashina bilan yuribdi. Agar shu mashina bilan bir kun xizmat qilsa, kamida 300 ming pul topadi. Ham puldan qolayapti. Ham bunaqa gapga qaraydi. Unaqa gapni gapirganga o'rgashmanglar, kerak yo'q. O'zlariga tashlanglar, o'zlari biladi. Hammadan iltimos, qishloqdoshlar. Mana shu yerda yo'qlar, eshitmadim demanglar, baring eshitdinglar. Mana shu mahallaga yo'l hammamizniki bu. Nevaralar yaxshi yuradi. Bolalarimiz yaxshi yuradi. Kelgan mehmonlar kulib ketmaydi og'aylar. 300 ming bo'ladimi, 200 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, imkoniyat boricha beringlar. Bu ro'za Ramazon oyida xayr yeg'san yaxshi bu. Mening boshqa gapim yo'q. Sizlardan iltimosim shu xolayim. Lekin bu yerda borki hammasi biladi. Yugurib yuribdi-da, hammasi elga yugurib, mushtak bolgacha yugurib yuribdi. Lekin rahmat, el borki yordam beradi. Mana shularga rahmat lekin. Ana shunday. Undan ko'ra borki, jang aytgancha qo'ldan kelgan yordam berib bersin. Ana qo'yishi yo'q. Gapi Tashlaytur. Bitta narsa oydin bo'lib qoldi-da. Mana shu ishlardan keyin qishlog'imizdagi to'g'risida bitta narsa shunday ochiqdan ochiq ko'rinib qoldi. Ha, ko'rinib turibdi. Qara, nima ko'rinib qoldi? Qishloqda shu narsa ko'rinib qoldi. Bitta ko'chada bitta ega yo'q bosh. Bitta ko'chaning bitta egasi bo'lish kerak. Har bitta ko'cha to'planib o'zlariga bitta
maqsad qo'yish kerak. Rahbar ko'cha boshini saylab olsin. Ko'chadagi bo'layotgan xudoyimi, ko'chada bo'ladigan to'ymi, boshqa ishlarmi, o'sha odam o'sha bosh bo'lsin. O'sha ko'chaga. Mana hozir mana shu bu yilgi yig'inda bironta ko'chaning egasi yo'q. Bu stixiniy bo'lib ketdi-da. Boradi, bittasi masalan 4-5 ta yigit 10 ta uyga kiradi, qolgani qolib ketadi. Sizlar hammalaring bu yoqqa ishga o'tib ketdilaring. Nima tushirishga? Ko'cha shunda egasi qolib ketdi. Ko'cha egasi qolib ketdi. Sizlar bu ishni qilib yurgan paytlaringda o'sha ko'chani egasi atrofiga 2-3 ta olib turib, har kuni uyma-uy kirish kerak edi. Bizda ana shu yo'q. Shunday qilaylik, oqsoqol, qana. Sher. Men keldim o'rniga. O'rniga men keldim, Mana shu aytavering. har mana o'sha yerda 9 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi? Mana shu qishloqda o'sha mahallalarning har bittasining ko'cha boshchisi bo'lish kerak. Ko'cha boshchisi. Sizlar bu yoqqa bo'linmasliklaring kerak. Ovoz yig'adigan yigitlar buni o'ylamasdan kerak bu yoqda. Sizlar faqat nima tushirishni o'ylashlaring kerak. Ovoz olishni o'ylashlaring kerak. Bu ishlarda qishloqning oqsoqolining boshchiligida hamma mahallaning shunday qilaylik, mana shu buni ham esonaman bilan bu safar endi mana shu ko'rinib qoldi-da. Shuni hozir endi qatta berilib bulovni yengib olaylik. Keyin bitta to'planamizdagi har bitta ko'chaga bitta odamlar aytganini qiladigan bir yoshi ulug'ini qo'yaylik. Nima deysizlar? Shunday qo'yish kerak. Hali ishimiz ko'p. Hali ish ko'p-da. Endi qishloqning oqsoqoli bir qishloq bitta ko'chaga kirib qilinadigan ishlarni har bitta uyga aytib chiqish uchun qishloqda o'ngan 2 hafta vaqt kerak. Shunday. Ko'chaning bitta javobgar odami bo'ladigan bo'lsa, oqsoqol o'sha kishiga aytsa, ko'chada kamchiliklarni u aytib chiqadi hammaga. Oson bo'ladi u. Bir kunga bormay bitta. Mana marakalar borda, atrofda qishloqlarda lozimatlar bo'lib qoladi. Qishloqda, ko'chalarda odamlar eshitmaydi. Ba'zan qarindoshlarim ta'ziyasida qolib ketaydi. Chunki ko'chada xabar qiladigan odam yo'q. Hali ham mana Telegram degan narsalari chiqib qoldi. Shunga qarab bitta bilib qolayapti. Undan tashqari ko'chada ikkita qo'shnining o'rtasida oldi berdi. Bu kelishmovchiliklar bo'ladi. Bazbara qilmaslik kerak. O'sha ko'chaning boshida kirib, ikkita 3 ta bilan bosib chiqadigan bo'lish kerak. Mana bunday chiqqan ishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, u kecha-yu kunduz o'sha ko'chasi bilan shug'ullanish kerak. Nima talab qo'yilsa, bu yoqdan o'shani bajarish kerak bu. Mana shu bizda shu yo'qlik ko'rilib qoldi mana shu yil. Mana shu jarayonda shuna yuzaga chiqib qoldi, ko'rilib qoldi mana shu. Qishloq bir bo'laman desa, har bitta ko'chaning egasi bo'lish kerak. Har bitta xonadonning egasi bor, otasi bor, enasi bor. Har bitta ko'chaning boshlig'i bo'lsa, qishloq egali bo'laman shunda. Ne'mat bor. Meni bitta gapirayda. Men Sarvozor bilasizlar, 2 ga 3 ga bo'linadi. Qo'shsaroyda, Qo'shsaroyda uylanganman. 93-yil bola Akbaraga yaxshi biladi. 93-yil bola shaxsi bor. Ko'pchilik tanisa kerak. Shaxsi bor, ha, bilaman. O'sha bola oqsoqol. Shuning gapiga 90 ga kirgani ham kiradi. 9 yashar ham kiradi. Shuning aytganini qiladi. Mana yig'ilishlarga boradimi? Nima bo'lsa o'sha 93-yil bola. Shaxsor bor, hammasi shunga aytganini qiladi. Ey yigitlar, mashinamiz bizda bosh ko'p. Sal beriroq bir kishi Mehmet aytganda bir kishi gapi quloq solish kerak. 7 yasharni boshqa qo'yamizmi? 60 yasharni boshqa qo'yamizmi? Shuning aytgani bo'lish kerak. Degan aytgan bo'lish kerak. Bizda quloq solmaymizda, xafa bo'lmangizlar. Dangalga. Mana shu agar kelishib olgandan keyin agar bitta ko'chaning egasi bo'ladigan bo'lsa, elning mana ko'pchilik yig'ilishib turib, masalan, bir ish qilamiz desak, o'sha ko'chadan kimdir qo'shilmaydigan bo'lsa, elni hurmat qilmaydigan bo'ladi birinchidan u odam. O'zicha yurib yashaydigan bo'lsa, o'sha ko'chaning ko'cha boshchisi oqsoqolga aytish kerak. Oqsoqol raisga aytsin.
Onun ma'rakasi bor. U ma'rakaga boradi. Shu darajagacha boradi. Mana boboylar aytayapti. Sizlar bizga bo'ysunmaydigan mo'yinlarni aytinglar deydi. Ma'rakada oldindan toboqni olib chiqarib yuboramiz deyapti. Yo'q, otangizga rahmat. To'g'ri. Shungacha kelmasa bo'lmaydigan bo'layapti endi. 5 ta o'g'li bor. O'zi ham baquvvat. Bu yerga bir marta ham kelmagan oilalar bor. Lekin hech kim aytmayapti bizga. Falonchi oiladan hali 10 so'm pul ham bergan yo'q. Birontasi kelgan yo'q deb hech kim gapirmaydi. Yuz xotir qilamiz. Yuz xotir qilaversak o'smaymiz bizlar. To'rda o'tirib oladi. Bu yerga guruch chopish, mana shular bor kimlarga kelmadi. To'rda o'tirib oladi. Hech kimga gap bermaydi. Bunaqa narsaga kelmaydi. Shunday shunday qilaylik. Akbar, sho'rdan hozir 200 ming boridan ko'raveraylik, hozir. Men hammamiz. Hammaning o'zlari bor deydi. O'tirgan bari bor. Yana bitta so'z bering. Mumkinmi? To'xtab turing. Qanaqa 200 ming, 300 ming? Shu yerdagi har bir kishi ertaga 10 ta ovoz olib kelsin. Bo'ldi, ana. Jonivorlaring bormi? Men ertaga 20 ta ovoz yig'aman. Har bir kishi 10 tadan ovoz olib kelsin bu yerda turgan qonunli yigitlari. Qulga gap kerak emas. İş qilish kerak. Tirlik qilish kerak. Yemasa pulni bersin. Qanaqa gap bu? To'xtab turing. Taksaya bularga to'xtay. Nima deysan?